O'rtoqlar, smoker go'shtlarimiz, mol qovurg'alari mana shu ko'rinishda bo'ladi mana. Ko'pchilik qiziqyapti, qanaqa nima, yog'limi, yog'sizmi? Iloji yo'q, o'rtasida mana shunaqa yog' sloyi bo'ladi. Mol qovurg'alarida. Bundan tashqari laqimlar bor, ribaylar bor mana. Ribaylarda как положенный go'sht bo'ladi, nomiga yog'i bo'ladi mana. Steak uchun qilinadigan mana shu qovurg'alar mana. Bular ham bor. Laqimlar ham bor. Mutlaqo yog'siz qilishni ilojisi yo'q, chunki bu dudlab pishiriladi. Juda ham suxoy bo'lib ketib qoladi yog'siz bo'ladigan bo'lsa. Lekin dudlanganning hisobiga o'sha yog'lari ham shunaqa yeyishli, mazali bo'ladi. Go'shtlarimiz yeyman deganlar faqat rulet yeydi. Ha, yog'siz yeyman deganlar faqat rulet, yeyman u ribaylar ham pashti yog'siz chiqadi. Rulet go'sht. Kelaverasizlar, har kuni 17:00 ga tayyor bo'lyapti yakshanbadan tashqari. Go'shtlarimiz mana shunaqa mesni go'shtlarga, halol go'shtlarga sog' bo'linglar.